Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ko'fe. Bugun biz sirli joylarga boramiz. Qani ketdik. Joyimiz mana bu yerda joylashgan. Bu yerda ko'plar biladi, lekin bilmaydiganlar ham bor ekan. Shuning uchun borib ko'ramiz. Ozgina qo'shyapti. Mana shu yerga kelganda birinchisiga emas, bu ikkinchisiga burilamiz. Bunchalik shahardan uzoqda emas. Mana yetib ham keldik. Mana qo'shyapti. Bu yerda judayam ko'p burilishlar bor. Mana aytdim-ku. Keyin shunday kelganda chapga burilamiz. Mana men sizlarga aytgan joy. Buni ko'plar biladi, lekin bilmaydiganlar ham bor ekan. Keyin bu yerda bu bilmaganlar uchun bu yerda ham pul beradigan sandiq bor. Hozir ko'rsataman. Shunday kelsanglar, mana bu yerda bor. Bu birinchi joyimiz edi. Endi ikkinchi joyimizga boramiz. Qani demak, ikkinchi joyimiz esa mana bu yerda joylashgan. Mana bu yerga albatta kelib, do'stlar bilan mazza qilib o'ynashga zo'r joy ekan. Sizni ham hozir ko'rsataman. Munballik sistemada baho beramiz bu yerga. Burilamiz. Bu yerga off-roadda kelishni maslahat beraman. Off-road mashinalar bilan va yetib keldik. Mana men o'sha sizlarga aytgan joy. Munballik sistemada baho beramiz. Mana bunaqa joylardan ko'p. Mana off-roadda kelinglar deganimiz sababi
mana bunaqa zo'r joylar bor ekan. Lekin mana bu yerda вообще zo'r ekan. Mana bu nima bu? Ismini yozib ketamiz kommentariyada. Mana hamma yerda bo'ldi. 4 ta 5 ta. Eng qiziqi nima bilasizlarmi? Hozir ko'rsataman. Car parkingga logika o'lib qolganmi deymanda. Nima bu? Buni pastiga bunday cho'miladigan joymi yo'q? Achabi yana mashinaga qaytarib qo'yadigan qilib qo'ysa bo'lardi. Prosta ustida yuramizda fizikaga tupurib qo'ygan. Xullas do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bu joyga 10 ballik sistemada baho beramiz. Obuna va like bosamiz. Iltimos do'stlar, aktiv juda ham tushib ketgan. Men esa 2000 ta obunachiga erishmoqchiman. Iltimos shu 2000 ta obunachiga erishishim uchun yordam beringlar. Hammaga xayr.